Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videoda million dollarlik xato haqida sizlar bilan bugun gaplashamiz. O'zim 8 yildan beri marketing sohasida ishlayman. Yuzlab bizneslarni ko'rganman va mijozlarimizdan bittasi deyarli bankrotlikka uchraganligi uchun, ya'ni zo'r biznesi bo'lib turib, uni million dollarlik xatosi haqida bugun sizlarga gapirib bermoqchiman. Xudo xolasa ko'pchiligiga ibrat bo'ladi degan umidda bu videoni chiqarmoqchimiz. Xullas, agar sizni biznesingiz zo'r daromad keltirayotgan bo'lsa, bitta narsa fakt, u tez kunlarda yopilib ketishi mumkin agar uni tizimi bo'lmasa va strategiya bo'lmasa. Hozir ko'pchilik bizneslar O'zbekistonda ancha yillardan beri ishlaydi. Buni sababi juda ham oddiy, chunki raqobat kam. Dunyo statistikasiga ko'ra 80% bizneslar 3 yilda yopilib ketadi. O'zbekistonda bo'lsa bu sonlar kamroq, lekin raqobat kuchaygan sari borgan sari ko'p bizneslar yopilib ketyapti. Nimaga Amerika, nimaga Xitoy, nimaga Turkiya, Rossiya mamlakatlari bizga investorlik qiladi, investitsiya qiladi va o'zini firmalarini ochadi? Chunki O'zbekistonda bozor hali ham bo'sh. Raqobat kuchayapti, lekin solishtirganda boshqa rivojlangan mamlakatlar bilan bozor hali ham bo'sh. O'shanga sizni biznesingiz zo'r ketayotgan bo'lsa, u yaqin 3 yilda xuddi shunaqa yaxshi bo'lish bo'lmasligi uni tizimiga va to'g'ri qo'yilgan strategiyaga va albatta hamma narsa Allohdan. Shunga biz sababini qilamiz. Shu sabablarini bugun sizlarga ko'rsatib ketmoqchiman. Bo'lmasam boshladik. Ishlayotgan paytimizda bu biznesni oylik oboroti 2,5 milliard so'mni o'rtacha tashkil qilardi. Hozir u 5-6 baravar tushib ketgan. Nimagaligini bugungi videoda sizlarga aytib beraman. Bu biznes xususiy ta'lim instituti muassasasi hisoblanadi. Bu kompaniyaning birinchi xatosi LTV ga ahamiyat bermaganligi. LTV degani nima degani? Bu lifetime value. Bitta mijoz sizga umri davomida qancha daromad keltirishi bu LTV hisoblanadi. Ko'pchilik bizneslar, 80-90% bizneslar doim yangi mijoz ortidan quvishadi. Doim yangi mijoz, to'g'ri marketing, to'g'ri reklama, sotuvga masalan fokus qilishadi, yangi mijoz olib kelishga harakat qilishadi. Lekin aslida eng yaxshi biznes qaysi biznes? Eng yaxshi biznes bitta mijozingiz sizga doimiy ravishda pul to'lasa. Agar sizni biznes modelingizda sizga doimiy yangi mijozlar kerak bo'ladigan bo'lsa, unda bu biznesingiz tez orada bankrotlikka uchrashi mumkin. Biznes nimani hisobiga yuradi? Bitta mijoz qayta mahsulot sotib olganligini hisobiga yuradi. Mahallalardagi do'konlarni olmaymizmi masalan? Kichkina do'kon egasi Malibuda yuradi ko'pincha. Nimaga? Chunki bitta inson har kuni o'tdan mahsulot sotib oladi. 1 yil davomida masalan 10 yil davomida, 20 yil davomida bitta dona do'kondan narsa olsa, bitta dona mijoz nechta pul tashab ketadi. Yoki sartaroshlar, masalan bitta dona mijozi 10 yil, 20 yillab keladi. O'shani hisobiga ularning biznesi yuradi. Ya'ni bitta mijoz qayta to'lov qilganini hisobiga bizneslar yuradi. Lekin sizni biznes modelingizda doimiy yangi mijozlar olib kelish kerak bo'lsa, u biznesni yurishi qiyin. Masalan, to'y biznesini oladigan bo'lsa ham LTVsi past. Ya'ni odam hayotida ko'pincha bir marta to'y qiladi, bo'ldi. Ya'ni qaytib kelishi qiyin. Sarafanli radio bo'lib bir-biridan eshitib kelishi mumkin, to'g'ri. No baribir LTV kam bo'lganligi uchun to'y bizneslari million, milliardning korporatsiya bo'lib ketmaydi. Lekin oziq-ovqat bizneslarini ko'rmaysizmi? Masalan, zo'r rivojlanib ketgan Korzinka, nimani hisobiga LTV baland, bitta kirgan mijoz umri davomida 1000 marta kiradi. Balki undan ham ko'pdir. O'shani hisobiga bu bizneslar zo'r yuradi. Biz hamkorlik qilgan biznes esa bu narsaga amal qilmadi va doimiy yangi mijozlarni yo'lga qo'yishga harakat qildi. O'zini mijozlarini bo'lsa ushab qolishga harakat qilmadi. Marketingda shunday qonun-qoida bor. Masalan, siz yangi mijoz jalb qilmoqchi bo'lsangiz, masalan $3 sarflaysiz, sodda qilib aytganda, raqobatchingizni mijozini o'zingizga og'dirish uchun $9 sarflaysiz, lekin o'zingizni mijozingizga qayta sotish uchun $1 sarflaysiz. Ya'ni har doim o'zingizni mijozingizga qayta sotuvlar qilish sizni biznesingizga yaxshi daromad olib keladi. Yoki misol uchun restoran biznesini olamiz. Nimaga ko'pchilik restoranlar 3-5 yilda yopilib ketadi? Chunki restoran sohasida doimiy xizmatni, servisni yaxshi ushlab turish juda ham qiyin. Restoranda xodimlar keladi, ketadi, keldi-ketdi ko'p va siz restoranga borganingizda sizga yaxshi xizmat ko'rsatishmasa, siz qaytib bu restoranga kirmaysiz. Va 1 marta bordingiz, 5 marta bordingiz, 10 marta bordingiz, qachondir 2-3 marta ular xato qilib qo'yishi mumkin. Ular ham inson, человеческий faktor degan narsa bor. Shunga
restoranlar 3 yil, 5 yil, maksimum 7 yil yashaydi ko'p restoranlar. Endi milliy taomlarni hisoblamaymiz-ku, lekin restoranlar doimiy ravishda LTV qila olmaydi, chunki qachondir ularni mijozga xizmat ko'rsatishida kamchiliklar paydo bo'ladi. O'shani hisobiga ham ular LTV ni ushlab turish olmaydi. Ikkinchi $1 million xato bu biznesni tizimlashtirmaslik. Ya'ni tizimlashtirish degani o'zi nima degani? Tizimlashtirish degani biznesda barcha xodimlar o'zini vazifasini biladi. Biznes egasiz ham biznes bemalol o'sadi va o'zini funksiyasini, o'zini vazifasini 100% bajara oladi. Tizimlashmagan va raqamlashmagan bizneslarda doim katta muammolar bo'ladi. Ya'ni kassada muammo bo'ladi. Xodimlar o'zini vazifasini vaqtida bajarmaydi. Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati past bo'ladi. O'shani hisobiga bizneslar katta klientlarni yo'qotadi. Bu bizneslar xizmat ko'rsatish bo'lsa, 500 ta odamga xizmat ko'rsata olsa, bor yo'g'i zo'rg'a 100 ta dona odamga chala pulcha xizmat ko'rsatishi mumkin. Yoki ishlab chiqarish kuchi 10 mingta, 20 mingta, 30 mingta mahsulot bo'lsa, zo'rg'a 5 mingta, 6 mingta ishlab chiqaradi. Nimani hisobiga? Chunki ularni biznesi raqamlashmagan va o'tda juda ham ko'p xaos bor. Tiniqlik, aniqlik yo'q. Biza hamkorlik qilgan loyiha ham ko'proq yangi mijoz jalb qilishga diqqatini qaratib, o'zini biznesini tizimlashtirishga diqqatini qaratmagani hisobiga juda ham ko'p mijozlarni yo'qotishiga olib keldi. Va buni hisobida hattoki yomon brendga ham chiqib qoldi. Endi sizlarga haqiqiy $1 million xato haqida gapirib beraman. Biza hamkorlik qilayotgan, oyiga 2,5 milliard so'm оборот qilayotgan korxona hozirda 500 million so'mga yaqin pul оборот qilyapti. Nimani hisobiga unaqa keskin tushish desangiz, bu avvalambor men tepadagi aytib ketgan muammolar va bu muammolar yana qanaqa muammolar tug'dirdi deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda xodimlar yaxshi ishlamagani hisobiga kassadan juda katta pul o'g'irlash bo'lgan. Direktorlar, moliyachilar, sheriklar noto'g'ri hisobot berish hisobiga 2 milliard 700 million so'mga yaqin pul o'marilgan. Ya'ni bu summa qanchadir vaqt davomida havoga uchib ketgan. Undan tashqari mijozlar ko'p ketganini hisobiga brend reputatsiyasiga ham yomon ta'sir qilgan. Uchinchi $1 million xato klassik xato hisoblanadi. Ayniqsa bizani o'zbek tadbirkorlar bu xatoni sevib qilishadi. Xursand bo'lib, maza qilib qilishadi. Bu xato haddan tashqari ko'p diqqatni, pulni stanokka, remontga, binoga, mebelga tikib yuborish. Ya'ni bizani o'zbeklar qo'l bilan ushasa bo'ladigan narsalarga katta pul tikishga harakat qilishadi, lekin masalan reklamaga, sotuv bo'limi qurishga, brendga pul tikishi noto'g'ri deb o'ylashadi. Nimaga? Chunki bu narsani qo'l bilan ushlab bo'lmaydi-da. Qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan narsani qiymati yo'q degan tushuncha bizani o'zbek tadbirkorlariga o'rnashib qolgan. Alhamdulillah hozir bu tendensiya o'zgaryapti, ya'ni ko'pchilik tadbirkorlar reklamaga, sotuv bo'limiga, brendga pul tikishni boshlashyapti. Nimaga men unaqa deyapman? Chet elda ko'pchilik reklamaga pul tikadi. Ofisi bo'lmasa ham, joyi bo'lmasa ham, mebeli bo'lmasa ham uyda o'tirib reklamaga pul tikib daromad ko'radi ular. Tushunyapsizmi? Yoki ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, mahsulotni o'zi stanok olib kelmaydi, ular brend yaratadi va brend odamlarga shu brendni qiziqtirib mahsulotini sotadi. O'zi stanok olib kelmaydi Xitoydan. Ya'ni stanok olib kelib ishlab chiqarib sotish bu qiyin ish emas. Brend qilib sotish bu qiyin ish. Masalan, Korzinka. Korzinka shakar sotadi, Korzinka salfetka sotadi bilsangiz. Juda ko'p 365 brendi bilan ular mahsulot ishlab chiqarib sotishadi. Yo'q, ular ishlab chiqarishmaydi o'zi aslida. Ular ishlab chiqaruvchilarga berishadi. Ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqarib bergandan keyin o'zini brendini qo'yib sotadi. Ular stanokka bir sim pul tikmaydi. Ular kuchli brend yaratdi va shu kuchli brendi zo'r ketyapti hozir. Ya'ni siz ham stanok olib kelishga yoki bino qurishga yoki qimmat remont, mebel qilishga harakat qilmang. Ko'proq fokusingizni reklamaga, sotuv bo'limi qurishga harakat qiling. Hozirda reklama, sotuv bo'limi quradigan bizneslar aytaylik O'zbekistonda endi rivojlanyapti. Sotuv bo'limi va reklamaga ko'p pul xarajat qiladigan bizneslar O'zbekistonda zo'r rivojlanyapti. Masalan, dori sohasi. Bat sotishadi masalan onlayn, milliardlab оборот qilishadi. Ularda ofis yo'q, ularda showroom yo'q. Ular ishlab ham chiqarmaydi o'zi aslida. Boshqa ishlab chiqaruvchidan olib, call center tizimini yaratib, o'zini dorilarini, batlarini sotadi. Ya'ni kelajak brend qilishda, sotuv bo'limi qurishda va to'g'ri reklama berishda, ishlab chiqarishda emas. Siz
million dollarlik stanok olib kelib qo'yishingiz mumkin. Sizni chiroyli binoyingiz bo'lishi mumkin. Siz remontingizga 100 ming dollarlab sarflashingiz mumkin. Lekin odamlar siz haqingizda bilmasa va odamlar kelmasa sizning biznesingizga, bu hammasi befoyda. Agar sizga marketing, sotuv sohasida real case'lar, praktikalar, misollar qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni Telegram botim bor. O'shanga o'tib olishni tavsiya qilaman. Internetda pulga topa olmaydigan ma'lumotlarni meni Telegram kanalimda bepulga topsanglar bo'ladi. Hozir o'tib olinglar.